Va nihoyat qozonlarimni ham oqartirib oldim. Shu paytgacha oqartirmaganim sabablarini aytib o'tay. Bahonalarim ko'p. Eng asosiysi bolam. Oldin qaynatardim 8 soat. Kirsovun, poрошок, kley solib. Keyin har soatda ishqalab yuvardim. Unda gaz beminnat edi. Hozir gaz qimmat bo'lgan. 8 soat qaynatsangiz 1 oylik limit tugab qoladi. Bekalikni endi o'rganyapman. Shuning uchun aybga yo'ymayman. Xullas bir marta oyimni qizlik uyimda tavalarini sasardan qolgan kichik tavalari bo'lar, chugunli. O'shani baland olovga qo'yib eritib olganman. Shundan keyin qo'rqardim. Atayin bu jonlarnikiga qozonlarimni ko'tarib bordimda, ularnikida yoqdim, chunki bizda o'tin yo'q. Past olovda yoqdim. Bilasizmi, ikkita tovan va qozonimga 1,5 soatdan vaqt ketmadi. Bu orada biroz kuydim, qizarib ketdim, kechgacha ketmadi. Bolajonim esa yig'ladilar. Qozonning usti o'zi oqarar ekan, yongan sayin oqargandan уже yana qaytib qaraymasin, darrov olibman, ichi yaxshi oqarmabdi. Birinchi martaga bo'ladi men uchun. Yaxshilab kelib simda yuvdimda, bir martaga suv qaynatib oldim. Hamma chirklari, ichidagi kuyalari chiqib ketishi uchun. Bilganlar bo'lsa, молодец. Bu video bilmaganlar uchun xuddi o'zimga o'xshab. Bemalol qo'rqmasdan pastroq olovda o'tinda yoqsangiz, yarim soatdan sal ko'proqda bitta qozoningiz oppoq bo'ladi. Faqat u chugun bo'lishi kerak. Hozirgi yangi chiqqan qozonlar, zeptor, kukmara, nimalar bo'lishi kerak emas. Ular erib ketishi mumkin.